hozir ba'zi bir fikrlar paydo bo'lyapti-ku. Abu Hanifa kim? Imom Ash'ari kim? Imom Maturidi kim? Imom Shofiy kim? Menga o'xshagan bitta odamda deyapti. Ahmoqlar. To'g'ri. Yuzi ko'rinishidan senga o'xshaydi, ammo boshqa jihatdan senga o'xshamagan ular. Din Havvoyi nafsmi? Men bitta savol beraman. Abu Hanifa kim? Imom Ash'ari kim deydiganlar bor-ku. Agar uni iymoni shunga chaqiradigan bo'lsa, iymonida shubha bor uni. Bu narsalar hammasi fitna. Agar kim ijtimoiy tarmoqlarga chiqib olib, Abu Hanifa kim? Imom Maturidi kim? Imom Ash'ari kim deydigan bo'lsa, bilingki, orqasidagi maqsad bu ummatni parchalash. Undan boshqa maqsad yo'q. Nima uchun bilasizmi? Butun ahli sunnani aqidasini Imom Ash'ari bilan Imom Maturidi tuzib berganlar. Demak, ana shu ahli sunnani parchalashligi uchun shu ikkita imomni obro'sizlantirib, ularning gapini olmaydigan, ularga ergashmaydigan qilsa, bo'ldi, bu ummatni parchalash oson. Amaliyot borasida 4 ta mazhab bor. Butun islom ummati 4 ta mazhabga birlashadi. Agar mana shu 4 ta mazhabni imomlaridan odamlarni sovutsa, bo'ldi, bu ummatni parchalashni yo'li shu. Bitta Imom Ash'ariyni yomonlash bilan yana bitta narsani, e'tiqodiy masalaga borib taqaladigan bitta masalani aytaman. Agar bir kishi aytsaki, Abu Hanifani hamma aytgan gapi noto'g'ri desa, u odam Qur'on bilan hadisni gapirgan, Qur'ondagi qat'iy dalillarni gapirgan, shuni inkor etgan bo'lib qoladi. O'zi bilmagan holatda dinni inkor etgan bo'ladi. Chunki mutlaq mujtahidlar bo'lar. O'shaning uchun azizlar, biz mazhab masalasida birinchi bo'lib fikrimizni to'g'rilab olishimiz kerak. Mazhab dindan tashqari narsa emas. Mazhab dinga, Qur'on va hadisga sog'lom naql va sog'lom fahm ila ergashish demakdir. Biz hech birimiz bilmaymiz. Qur'on va hadisdan hukm ola olmaymiz. Bunga qodir emasmiz. Shuning uchun mujtahidlarga murojaat qilmasdan ilojimiz yo'q. Alloh taolo Qur'onda agar bilmasalaring zikr ahlidan so'ranglar degan. Hatto ulamolar mujtahidlarga murojaat qiladi va avom xalqlar ulamolarga murojaat qiladi bu masalada.